Namangan viloyatining qo'shni davlatlar chegaradosh tumanlari, mahallalarda do'stlik va hamjihatlik ulug'langan yurt. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Qudratimiz birlik va hamjihatlikda. Do'st bilan obod uyimiz. Qo'shnichilik mingilchilik, birlashgan o'zar, buyuk kelajakni birga quramiz shiorlari ostida do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlashga qaratilgan ma'naviy, ma'rifiy va madaniy tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Muxbirlarimiz tayyorlagan reportajlarda mavzu davom ettiriladi. Millatlararo totuvlik, ahillik va hamjihatlikni mustahkamlash, ko'p millatli yagona vatan tamoyilini yoshlar ongiga singdirish yo'nalishida ko'plab ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Ramazon hayiti arafasida viloyatimizdagi turli millat vakillari do'stona yashab kelayotgan 133 ta mahallada o'tkazilgan bayram tadbirlari ayni shu fikrning isboti bo'ldi. Chortoq tumanidagi Saroy mahallasidagi Qudratimiz birlik va hamjihatlikda nomli festival o'zbek va qirg'iz millatiga mansub aholi vakillari o'rtasida katta ko'tarinkilikda o'tdi. Mahalla ahlining 30% qirg'iz millatiga mansub aholi tashkil etadi. Ular inoqlikda, qon qarindoshlik rishtalariga bog'lanib, quda-anda do'st, birodar bo'lib yashab kelishmoqda. Biz Saroy qishlog'ida har xil millat vakillari, o'zbek, qirg'iz, tojik ham bor, tatar ham bor, rus ham, har xil millat vakillari yashaymiz. Men mana shu Saroy qishlog'ida tug'ilganimga mana 61 yil bo'ldi. Hammamiz quda-anda qarindosh urug' bo'lib ketganmiz. Mana prezidentimiz ham chegaralarni ochyapti. Ilgari hamma yoq bekidi, chegaralar, qarindoshlar bir-birini o'ta olmasdi, bir-birini qarindoshlar qatnasha olmasdi. Mana juda ham yaxshi bo'ldi. Mana Uchqo'rg'onda postdan ochib qo'ydi. Shuning uchun shundoq sharoitda, shundoq O'zbekiston degan davlatda yashaganimizdan behad xursandmiz. Faxrlanamiz. Dorilama shunday zamonda yashayotganimiz uchun juda ham xursandmiz. Sen de gelsen ben de gelem. Bir uyan tartat menin denem. Calt karay albasan da camalındı. Ey gözümdün kıyığınan karay berem. Karay berem. Gözümdün kıyığından qaray berem. Millatlararo totuvlik, tinchlik va shukronalik tarannumiga aylangan tadbirda milliy taomlar, sport musobaqalari, xalq o'yinlariga keng o'rin berildi. Hududdagi ta'lim-tarbiya muassasalarida faoliyat yuritayotgan turli millat vakillari o'z chiqishlari bilan tadbirga yanada fayz kiritishdi. Hunarmandchilik, qo'l mehnati namunalari, milliy taomlar ko'rgazmasi ko'pchilikda katta qiziqish uyg'otdi. Tadbirda so'zga chiqqan nuroniylar yurtimizdagi tinchlik va osoyishtalikka shukrona aytish, ozod va tinch zamonning qadriga yetish, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida kamol toptirish xususida fikr mulohazalarini bildirdilar. Qo'shni Qirg'iziston bilan biz chegaradoshmiz. Hop, Qirg'izistonda bizni xalqimizda qudalari bor. Ulardan bizda kelin olganmiz, qiz berganmiz. O'zim Qirg'izistonda tug'ilganman. Otam 2001-yilda vafot etganlar. Vafot etganlarida Qirg'izistonga ta'ziyaga borish uchun imkoniyatim bo'lmagan. Sharoit shunga taqozo qilgan. Sababi nima? Chegaralarimiz bunaqa ochiq, erkin o'tib kelishga imkoniyatimiz bo'lmagan. Hozirgi kunda chegaralarimiz ochildi. Qo'shni Olboqa tumanida, Uchqo'rg'on tumanida chegaralarimiz ochildi. Erkin o'tib kelish imkoniyati yaratildi. Mahallamizda 3000 dan ortiq aholim bor. Undan 3 ta oilam qirg'iz millatiga mansub, 11 nafar qirg'iz millati yashaydi. Fuqarolarimiz kelishdi, tadbirda ishtirok etishdi. Bayram tadbiri zo'r o'tdi. Ular ham xursand. Do'stlik, hamkorlik, hamjihatlik aloqalarimiz yangi bosqichga ko'tarilyapti. Bundan hammamiz xursandmiz. To'riq, Saroy, Dehqonobod, Orariq, Beshtol, Bog'iston mahallalarida bir vaqtda boshlangan tadbirlar tog'larga tutash manzildagi Hazrati Shoh mahallasida ham katta ko'tarinkilikda o'tdi. Turli millat vakillaridan iborat folklor dastalar, xalq og'zaki ijodidan namunalar, lapar va aytishuvlar asnosida yanada qiziqarli tus oldi. Tadbirdagi har bir chiqish yig'ilganlarga yuqori kayfiyat ulashib, ertangi ezgu maqsadlar sari ruhlantirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotida muhtaram prezidentimizga 3 marotaba katta yig'ilishda so'z bergan bo'linsa, o'sha 3 yil yig'ilishda ham bu diniy bag'rikenglikni, milliy bag'rikenglikni, do'stlikni, birodarlikni keng targ'ibot qildi. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan bu sohada O'rta Osiyoda olib borilayotgan katta bo'layotgan ishlarni butun dunyo tan olyapti va prezidentimiz bekorga
mana turkiy tildagi davlatlarni katta mukofotlarga sazovor bo'lishlari ham bu sohadagi O'zbekistonning tashabbusi butun dunyoga hozir hatto Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Guterrish hazratlari Toshkentga kelganda ham prezidentimiz bu sohadagi faoliyatlariga katta baho berdi. Prezidentimiz alohida aytdilarki, bu do'stlikni mustahkamlash yana bitta yo'li mana shu katta sayllarni tashkil qiladi. Chegaralarda. U ko'p millatli O'zbekiston millatlararo do'stlik qanaqa bo'lishini xalqqa yana bir marta ko'rsataylik, nishonlaylik dedilar. Mana shuni isbotini ko'rib turibmiz. Ertaga bu davom etadi, indinga bu davom etadi. Dunyoda tinchlik, o'sha tinchligini katta bayroqdori O'zbekiston bo'ladi. Millatlararo totuvlikni o'zida mujassam etgan tadbirlarda ko'p millatli aholi vakillari bir tanu bir jon bo'lib, vatan ravnaqi uchun xizmat qilishlarini qayta takrorladilar. Zero kishiga vatanni tanlash imkoniyati berilmaydi. Bu ne'mat inson ko'z ochib dunyoga kelgan vaqtida peshonasiga bitilgan yurt kindik qoni to'kilgan tuprog'i bo'ladi. Ayni haqiqatlarning mohiyatini anglagan ko'p millatli xalqimiz bugun bir tug' ostida birlashib, ona yurtimizning xalqaro maydondagi obro' e'tibori va salohiyatini oshirish yo'lida yashab, mehnat qilmoqdalar. Zero o'zbek va qirg'iz xalqining qo'ni-qo'shnichilik, do'st birodarlik aloqalari qadimga borib taqaladi. Ming yillar davomida yaqin qo'shnichilik, qardoshlik aloqalarini mustahkamlab kelayotgan ikki xalq vakillari ayni yo'lda ko'zda tutilgan yangi maqsadlardan minnatdor ekanliklarini ta'kidlashmoqda.